Nurg'u vaqtlarda biz ochiqlamasligimiz kerakligini bilib tursaqmi, yana o'zimizni kontrol qilolmay ochiqlaydiganligimizni his qilib taqdingizmi? Doim muloyim bo'lmoqchi bo'lamiz-yu, lekin yana qilolmaymiz. Biz ochiqlashning intayin ziyonli ekanligini tushunamiz, lekin o'zimizni kontrol qilolmaymiz. Bu zodi nima uchun? Amaliyotda ko'p qism kishilarning yoshirin ongni his qilishi pek ojiz. Biz doim yoshirin ong tarafidan kontrol qilamiz. Bugun biz ishlamoqchi bo'lgan mashqimiz Hasan Nusan Nuri degan mashq. Bu mashq orqali yoshirin ongimizga ranglarning ifodalanishiga asosan o'zimizni yetarli tushunib olamiz. Mashqni boshlashdan burun ikki muhim diqqat qiladigan ish bor. Birinchisi, mashq qilganda badaningizga energiya aylanadi. Siz nihoyat bexatar va rohat his qilasiz. Men sizga davomli jasorat va ilhom beraman. Sizning qilish deyishingiz menga mutlaq ishonsangiz bo'ldi. Ikkinchisi, butunlay erkin holatga kirgan hamon yoshirin ongingiz bilan fikr almashtiradigan eng yaxshi fursatga erisha olasiz. Lekin agar sizning ongni qarshilik ko'rsatishingiz sababdan erkin holatga kira olmasangiz, bu mashq yo'q. Muhit va holatni tanishgandan keyin yana qayta kirsangiz bo'laveradi. Amsi bugungi Hasan Nusan Nuri mashqini boshlab ketdik. Tinch va rohat bir joyda deb o'tirib yoki yetib, ko'zingizni asta-asta yumib, men bilan birlikda 3 qatim cho'nqur nafas oling. Har qatimliq nafas tomirish sizni texmi azoda his qildirdi. Endi men birdan 5 ga sanayman. Har bir sonni sanaganda siz texmi azoda, texmi rohat his qilasiz. Men 5 ni sanaganda siz eng azoda holatga kirasiz. 1. Beshingizdan boshlab asta-asta o'zingizni erkin tuting. 2. Sizning bo'yin va ikki muyuringiz azod bo'lishga boshladi. 3. Sizning ko'krak bo'shlig'ingiz va dumbingiz barhasir azodlashyapti. 4. Qo'rsqingiz, put-qo'llaringiz asta-asta ilishga boshlayapti. 5. Hozir siz eng azod holatda turibsiz. Mening ovozimni aniq anglay olasiz. Mening ovozim quloqingizga kirib, nervlaringizni yengil ovlab, sizni barg'azir azod qilyapti. Nervlaringiz barg'azir rohat, barg'azir azoda his qilyapti. Hozir siz barliq tasavvurlaringizni ishga soling. Oldingizda bir nurliq Hasan Nusan bor. Hasan Nusan qizil, qizg'uch seriq, yeshil, suz ko'k, qiyniq ko'k, so'zsin rangdan iborat 7 xil rangda. Hasan Nusanning har bir xil rangi nihoyat ochiq bo'lib, sizga nihoyat ozodlik va xushallik his qildirdi. Endi men Hasan Nusanning rangini tartib bo'yicha o'sib, har bir xil rangni badaningizning o'xshash bo'lmagan o'rniga kirgizing. Siz har bir xil rangning sizga elib kelgan energiyasining eqishini tafsiliy his qiling. Hasan Nusanning qizil rangi butingizning osti orqali badaningizga kirib, izchil yuqoriga qarab o'rlayapti. Siz qiningizning tez suratda yiqayotganligini his qila olasiz. Siz cheksiz illiqlik his qildingiz. Put-qo'llaringiz kuch-quvvatga to'lib. Hasan Nusanning qizg'uch seriq rangi osti qo'rsoq qismingizga kirib, bel va qo'rsoqqa to'ldi. Siz intayin illiq bir sezini his qilyapsiz. Shuning qayishib, besim tuyg'uringizni yengillayotganligini his qilyapsiz. Hasan Nusanning seriq rangi qo'rsoq bo'shlig'ingizga kirib, bilingizni illatib, oshqozon uchingizgacha intayin illiqlik va azodlik his qildiryapti. Siz o'zingizning nihoyat munavvar ekanligingizni, boshqalar o'rningizni bosolmaydigan, ishonchga to'lgan holatingizni his qilyapsiz. Hasan Nusanning yeshil rangi ko'krak bo'shlig'ingizga kirib, yurak va o'pkangizni qo'g'dab turyapti. Bir qatim cho'nqur nafas oling. Siz sapavaning ko'krak bo'shlig'ingizga kirganligini, nafas olishingizning nihoyat ravalashayotganligini his qilyapsiz. Hasan Nusanning ovarang rangi sizning kelingizga kirganda, kelingizning intayin azod bo'lib qilayotganligini his qildingiz. Shuning bilan tang sizning
ifodalash iqtidoringizning yechilib ketganligini his qilyapsiz. Hasan Hüseyinning qiynoq ko'krangi qo'shimingizga kirdi. Siz mengizning barg'asir bo'shab, ozodlashib ketganligini his qilasiz. Aql parastotingizning bulg'i echilyotidi. Hasan Hüseyinning so'zlaringi beshingizga kirib, cho'qingizdan tövəngacha butun batningizni iltifatidi. Butun batningizdagi har qaysi pallarni ravolashtiryotidi. Bu xil energiyaning batningizda eqiyotganligini aniq his qilyapsiz. Hozir siz jimjit holatda 7 xil nurning sizga elib kelgan energiya eqishini his qilib yiqing. Men 1dan 3ga sanayman. Hasan Hüseyin ustidagi 7 xil rang yo'qolib ketadi. 1 2 3 Hasan Hüseyin rangini yo'qotdi. Sizning dunyoingizmi o'valashdi. Men sizga bir xil ajoyib iqtidarni beray. Men boshlandi deganda siz Hasan Hüseyin ichidagi bir xil rangni asliga keltira olasiz. Siz qaysi xil rangni asliga keltirdingiz? Men yana ruxsat qilay. Siz yana bir xil rangni asliga keltiring. Siz qaysi rangni asliga keltirdingiz? Sizning yana bir qatim bir xil rangni asliga keltirish fursatingiz bor. Siz qaysini tanlaysiz? Eng oxirgi bir qatimliq fursat biray, yana bir rangni asliga keltirib beqing. Siz qaysi rangni tanladingiz? Endi men 1dan 3ga sanayman. Siz reallikqa qaytib kelsiz. Hamda barliq his qilganlaringizni va tanlashlaringizni aniq esingizda saqlab olsangiz bo'ldi. Badningizning intayin hayotga kuch to'lib ketganligini his qilasiz. 1 2 3 Hasan Hüseyin nur mashqi butun badningizdagi energiyani unumli ravolashtirdi. Energiya tangpon qamravan bo'lganda badningizdagi hissiyot payligi xo'shallik va to'g'ri yo'nalishga qarab yuzlandi. Agar siz kongrash, kuchsizlik qatorliq xomushlik kayfiyatiga kirib qolgan bo'lsangiz, yuqorqi mashqni qayta ishlasangiz bo'ldi. Siz tanlagan to'tiqlarang sizning o'tmishingiz, hoziringiz va kelgusingizdagi hayotlik holatingizga vakillik qildi. Shundaqla sizning sog'lom hissiyot payliqlaringizning energiya darajasini namoyon qildi. Inkas rayonida o'zingizdan qaysi xil rangni tanlaganingizni qoldirib qo'yishingizni qarshi olaman. Bugungi mashqimiz tamom.